Xabar 24 kanali o'z ishini boshladi. Bugun dasturimizda Tramp endi urushni tugatishga qodir emas. Nazarbekov yoshlar bilan uchrashuvga Hermesning $1200 poyabzalida bordi. Ali Xamanayning bevasi vafot etmagan. AQSh senatori Mujtabo Xamanayni ham o'ldirish kerak. Ramazon oyida tana tozalanadi, ovqatlanish tartibi o'zgaradi. Shu davrda vulkan qabul qilish yanada foydaliroq bo'ladi. Mahsulot ta'siri yana ham tez bilinadi. Tunda tez bezovtalik, peshob chiqarish muammolari, achishish, og'riq va tahorat buzilish holatlari tez va samarali davolashga yordam beradi. Hoziroq bizning nomimizdan qo'ng'iroq qiling va 30% chegirmaga ega bo'ling. Mahsulotni yetkazib berish mutlaqo bepul. $16 million muvaffaqiyatsizlik. Ushbu kadrlarda Eronning bitta raketa uchirilishi va har bir $4 million tushgan 4 ta Patriot raketasining uni urib tushirishga urinishlarining muvaffaqiyatsizligi ko'rsatilgan. Eron raketasi osongina o'tib ketgan va nishonga tegdi. Amerika qurollariga sarflangan ulkan xarajatlar va ularning arzon va yuqori samarali Eron qurollariga nisbatan samarasizligi urush boshlanganidan beri ko'plab siyosatchilar va AQSh fuqarolari orasida noroziliklarga sabab bo'ldi. The Financial Times nashrining yozishicha, Rossiya Yaqin Sharqdagi urush tufayli har kuni qo'shimcha $150 million neft daromadi olmoqda. Urushning dastlabki 12 kunida Rossiya byudjetiga qo'shimcha $1.9 milliard tushdi. Rossiya neftiga kutilmagan talab tufayli agar o'rtacha narx bir barrel uchun $70-80 bo'lsa, mart oyidagi foyda $3.9 milliard yetishi mumkin. Tramp endi urushni tugatishga qodir emas. Britaniyaning nufuzli nashrlaridan biri The Telegraph AQSh prezidenti Trampning urushni to'xtatish borasidagi pozitsiyasiga shubha bilan qaramoqda. Nashr tahlilchilarining fikricha, Eron atrofida yuzaga kelgan harbiy to'qnashuvlar shunchalik kengayib ketganki, bu jarayonni endi bir davlat rahbari yoki siyosiy qaror bilan tezda yakunlash mushkul bo'lib qolgan. Gazeta ma'lumotlariga ko'ra, vaziyat tobora murakkablashib bormoqda va urushning qachon hamda qanday yakun topishi aniq bashorat qilish qiyin. Maqolada ta'kidlanishicha, AQSh rahbariyati urushni nazorat qilish yoki uni tez orada tugatish imkoniyatiga ega ekani haqida ayrim bayonotlar bergan bo'lsa-da, amalda vaziyat ancha chuqur va keng qamrovli tus olgan. Shuningdek, nashr fikricha, mojaro bir nechta davlat manfaatlari kesishgan nuqtaga aylanib bormoqda. Bu esa urushni siyosiy kelishuvlar orqali tezda to'xtatishni yanada qiyinlashtirishi mumkin. Kuzatuvchilarning ta'kidlashicha, hozirgi vaziyatda harbiy va siyosiy jarayonlar bir-biriga chambarchas bog'lanib ketgan. Shu bois urushning yakuni qachon va qanday bo'lishi hali ham noaniqligicha qolmoqda. Nazarbekov yoshlar bilan uchrashuvga Hermesning $1200 poyabzalida bordi. Madaniyat vaziri Ozodbek Nazarbekov 12 mart kuni Andijonda bo'lib o'tgan vazir va yoshlar uchrashuviga qimmatbaho poyabzalda bordi. Uni vazirlikning rasmiy sahifalarida e'lon qilingan videolarda ko'rish mumkin. 12 mart kuni Ozodbek Nazarbekov Andijon viloyatida yoshlar bilan uchrashuv o'tkazdi. Madaniyat vazirligiga ko'ra, tadbirda 300 nafarga yaqin yoshlar ishtirok etgan. E'tiborli tomoni shundaki, vazir Ozodbek Nazarbekov mazkur uchrashuvga Hermes brendiga tegishli Yevropa va AQShda $1200 dan qimmat turadigan oyoq kiyimda borgan. Bu vazirlar mahkamasi tomonidan 2022-yilning 14-oktyabrda qabul qilingan davlat fuqarolik xizmatchilari tomonidan odob-axloq qoidalariga rioya etilishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga zid. Ushbu qarorning 6-bandida davlat xizmatchisining tashqi ko'rinishi, mehnat sharoitlari va xizmat turiga qarab xizmat majburiyatlarini bajarish vaqtida fuqarolarning davlat tashkilotiga nisbatan hurmat bilan munosabatda bo'lishiga ko'maklashishi, umumiy qabul qilingan ish uslubiga muvofiq bo'lishi va rasmiylik, xolislik, kamtarlik va intizomni namoyon etishi lozimligi qayd etib qo'yilgan. Ya'ni davlat xizmatchisining tashqi ko'rinishi kamtarona bo'lishi lozim. Hermes brendining rasmiy saytidagi ma'lumotlarga ko'ra, Ozodbek Nazarbekov kiygan oyoq kiyim modeli AQShda o'rtacha $1275 dan sotiladi. Bu narx Yevropada €895 ni, xususan Angliyada esa 970 funt sterlingni tashkil etadi. Osiyo davlatlari uchun taxminan $15 million so'mdan yetkazib beriladi. Amaldagi tartibga ko'ra, O'zbekistonga chet el orqali kirib keladigan tovarlarning narxi $1000 dan oshsa, unga 30% boj solinadi. Shu orqali bu model O'zbekistonda mijoz qo'liga yetib borgunga qadar taxminan $1,500 ga tushadi. Ma'lumot uchun, Prezident Shavkat Mirziyoyev 2021-yil 6-iyulda qabul qilgan va 7-iyuldan boshlab kuchga kirgan korrupsiyaga qarshi murosasiz munosabatda bo'lish muhitini yaratish, davlat va jamiyat boshqaruvida korrupsiyaviy omillarni keskin kamaytirish va bunda jamoat
jamoatchilik ishtirokini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmonda 2022-yil 1-yanvardan boshlab davlat xizmatchilari, davlat ulushi 50% dan yuqori bo'lgan tashkilotlar, davlat korxonalari va muassasalari rahbarlari, o'rinbosarlari, ularning turmush o'rtog'i va voyaga yetmagan farzandlarining daromadlari va mol-mulkini majburiy deklaratsiya qilish tizimi joriy etilishi belgilandi. Biroq hali hamon davlat xizmatchilari daromadlari va mol-mulkini deklaratsiya qilish to'g'risidagi qonun qabul qilinmadi. 1 soat ichida yo'q qilishimiz mumkin. Tramp Eron energetika tizimini yo'q qilish bilan tahdid qildi. AQSh prezidenti Donald Tramp Eronga qarshi zarbalar yanada kuchaytirilishi mumkinligini bildirib, mamlakatning energetika infratuzilmasi to'liq yo'q qilib yuborilishi mumkinligini aytdi. Bu haqda CNN xabar berdi. Biz Tehronning ayrim hududlariga va boshqa joylarga shunday zarbalar berishimiz mumkinki, ular uchun mamlakatni qayta tiklash deyarli imkonsiz bo'lib qoladi. Lekin biz bunday bo'lishini istamaymiz. Agar xohlasak, elektr energiyasi tizimiga zarba berib, uni 1 soat ichida yo'q qilishimiz mumkin. Uni tiklash esa 25 yil vaqt oladi. Shuning uchun ideal holatda biz bunday qilmaslikni xohlaymiz, dedi Tramp. Ayni paytda Financial Times nashrining yozishicha, AQShning Eronga qarshi harakatlari hatto hukumatga muxolif bo'lgan ayrim eronliklar tomonidan ham qo'llab-quvvatlanmayapti. Nashrga ko'ra, AQSh va Isroil zarbalari natijasida Eronning sobiq oliy rahbari Ali Xamenei halok bo'lganidan keyin ayrim eronliklar bu voqea hokimiyat almashishiga olib kelishi mumkin deb umid qilgan. Biroq keng ko'lamli bombardimonlar infratuzilmaning vayron qilinishi va mingdan ortiq tinch aholi halok bo'lgani jamoatchilik kayfiyatini tezda o'zgartirgan. Bizni bombardimon qilishmasligi kerak edi, degan yosh eronlik ayol o'z uyi yaqinida kuchli portlashdan keyin. Nashr ta'kidlashicha, urush fonida jamiyatning bir qismi milliy birlik hissi kuchaygan va mamlakat parchalanib ketishidan qo'rquv ortgan. Shu bois avval hokimiyat almashishini istagan ayrim eronliklar ham endi eng muhimi tinchlik va barqarorlik ekanini ta'kidlamoqda. Mujtabo Xamenei AQSh va Isroil zarbalari oqibatida o'z yaqinlari halok bo'lganini ma'lum qildi. Eron davlat televideniyasida mamlakatning yangi oliy rahbari nomidan o'qib eshittirilgan murojaatda aytilishicha, Mujtabo Xamenei otasi Ali Xamenei va rafiqasidan ayrilgan. Uning singlisi esa farzandi va turmush o'rtog'ini yo'qotgan. Ali Xameneining bevasi vafot etmagan. Eronning marhum oliy rahnamosi Ali Xameneining bevasi omon qolgan. Uning o'limi haqidagi ma'lumotlar esa xato bo'lib chiqdi. Bu haqda ma'lumot manbasini aniqlashtirmagan holda Eronning Fars axborot agentligi xabar berdi. Inqilob rahbarining rafiqasi hayot ekani va uning vafoti haqidagi dastlabki ma'lumotlar noto'g'riligi ma'lum qilinadi, deyiladi xabarda. Eslatib o'tamiz, avvalroq ommaviy vositalari sobiq oliy rahbarning bevasi Mansur Xojasta Bag'irzoda jarohatlanganidan bir necha kun o'tib vafot etgani haqida xabar bergan edi. Muxolifatdagi Iran International telekanali esa ayol koma holatida ekanini da'vo qilgan. Xameneining bevasi 79 yoshda bo'lib, u AQSh va Isroilning Tehronga bergan qo'shma zarbasi oqibatida yaralangan edi. Ayol 1947-yilda tadbirkor oilasida tug'ilgan va 1964-yilda Xameneiga turmushga chiqqan. Mansur Xojasta Bag'irzoda Eron teleradio kompaniyasi sobiq direktor o'rinbosari Hasan Xojasta Bag'irzodaning singlisidir. AQSh senatori Elizabet Warren Tramp ma'muriyati Erondagi qizlar maktabining bombardimon qilinishini tasdiqladi. Bu so'nggi 10 yilliklardagi halokatli harbiy xatolardan biri. Tramp bu haqida yolg'on gapirdi. 175 kishi halok bo'ldi. Ularning aksariyati bolalar. AQSh urush vaziri Pit Hegseth ishdan bo'shatilishi kerak. AQSh senatori Mujtabo Xameneini ham o'ldirish kerak. Jon Fetterman Eron rahbariyatiga nisbatan keskin bayonot berib, Mujtabo Xameneini ham yo'q qilish kerakligini aytdi. AQSh senatori so'zlariga ko'ra, Eron rahbariyatiga qarshi juda qattiq choralar ko'rish lozim. Biz Eron rahbariyatining oxirgi a'zosigacha hammasini o'ldirishimiz kerak. Mujtabo Xameneini ham o'ldirishimiz kerak, dedi Fetterman.